Bugun sotuvimizda Belarus 80 dan chiqarib boramiz. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Dehqon texnikasi Pulozdan huzuridan chiqariladi. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida ishga soz holatda texnikamiz turibdi. Ushbu texnikamizda o'sha nimaki qilinadigan rasmlarni akamiz qilib qo'yishgan. Ko'rib turibsizlar, oldi bo'luvlari 95% holatda dozator silindrlarni qo'yib, qora motor, korobka azotnimuslarni ham shu juda ham soz holatda Rossiyadan o'tgan zapchastlarni o'zinikini chiqarib tashlab, Rossiyadan o'tgan zapchastlarni qo'yishgan. Bu texnikamizni narxi keladigan bo'lsak 65 million kam bor deb aytib o'tishyapti. Videoda oxirigacha ko'rsatamiz. Shu texnikamizni yurgizib sizlarga ko'rsatib beramiz. Orqa balonlari 15,5 balonda, kabina holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Sarf nomerda sразу notarius bo'ladiganini. Qishloq xo'jaliklari bitta richagini qo'ysa ishlaydi deb aytib o'tishyapti akamiz. Ko'rib turibsizlar. Texnikamizni ishga soz holatda dehqon texnikasidan chiqarib borilyapti. Shu texnikamizda motor holatlari ham juda ham tiniq holatda ishladi. O'zim hatto yerda minib ko'rdim. Texnikamizning salon holatlari videomizda oxirigacha ko'rib tursalaring, texnikamizni yurgizib sizlarga ko'rsatib ham beramiz. Akkumulyator, starter, tomonlari, kolonka, magnitofon, ichki salon holatlari. Aka, sizga qanaqa texnika kerak bo'layotganini kommentariyada yozib qoldirsalaring, o'shanga qarab texnikalarni qo'yib chiqarib boramiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar, like, podpiska bosib qo'ysalaring, sizlarga shunday arzon texnikalarni chiqarib ko'rsatib borishda charchamaymiz. Texnikamizda motor holatlari ham juda tekis holatda ishlab turibdi. Endi shu yerda o'zida yurgizib ko'rsatib beramiz. Aka, yuring.